Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Oilam nerede mavzuluq maxsus xabar saytimizga xush keldinglar. Men Erkin Asiya radiosi İstanbul ishxonasidan Shavkat Nasir. 2020 ve 2021 yıllar arasında Türkiye'nin İstanbul ve Ankara şehirlerindeki Xitay elçixanalarının altında bir türküm Uygur muhacirler ailen nerede degan savol bilan Xitay hükümetinden hesap so'rashga jur'at qila olgan edi. 3 yıldan keyinki bugünkü günlerde ana şu muhacirlerden birisi bo'lgan Madina Nazimi yanıla singlim Mevlüde nerede deb ovozini chiqarishni davomlashtiryapti. Tövende Medine Hanım bilen 7-8 yıldan beri haber alanmagan singlisi Mevlüde Hilal'ın doğrusunda məxsus bir sohbet edip barımız. Qanamsa diqqatinglar ekranlarımızda olsun. Medine Nazimi 2009 yılı Türkiye'ye geldi. Türkiye Cumhuriyeti fuqaralığını algandan keyin 2013 yılı ailesi bilen birle tuqqan yo'qlash sebebinden vatanga qaytdi. Lekin Ürümçi aerodromida Xitay saqchilari tarafidan so'roqqa tortilib, yo'ldoshi bo'lsa qo'lga elindi. Baxtga yarasha Türkiye elchixonasining yordami va o'zining g'ayratlari natijasida yo'ldoshi 9 kundan keyin qo'yib berildi. Madina ailesi bilen birle G'uljida orolda 20 kun turib, derhal Türkiye'ye qaytib keldi. Madine'nin singlisi bo'lgan Mevlüde Hilal'dan bo'lsa 2006 yılı Türkiye'ye kelib İstanbul Üniversitesi'de o'qigan edi. Maktabni tugatgandan keyin G'uljida turayotgan onasining betap bo'lib qelishi sababidan hadisi Madina bilan maslahatlashib, onasiga qarash vazifasini o'z ustiga olib G'uljiga qaytib ketdi. Madina xonim suhbatda bizga singlisi Mevlüde'ning G'uljiga qaytib ketib, tutulup ketkichi bo'lgan 2-3 yillik jarayonni qisqacha mundaq so'zlab berdi. Singlim Mevlüde Hilal'dan 2006 yılı Türkiye'ye o'qish uchun kelgan. Men kelgan vaqtimda singlim Türkiye'de batdi, o'qiyotdi. Singlim İstanbul Üniversitesi'ni bitirib 2013 yılı Türkiye vatandaşı bo'ldi. Andan keyin vatandaş bo'lgandan keyin singlim Türkiye'de hizmetmi tepib bo'lgan. Hizmetga boshlaydigan vaqtida vatanda opam og'rib qoldi. Opam og'rib qolganligi uchun ketishga majbur bo'ldi. Men boray desam bolalarim ushaq mening berish imkoniyatim bo'lmadi. Shunlashqa singlim berib opam qaraydigan bo'lib vatanga qaytib ketgan. Mevlüde anasının kesini yaxşılanıp, özümü öylük ocaqlıq bulup, ailesi bilen birle Türkiye'ye qaytışını o'ylashayotgan 2017 yılının ahırkı ayları Xitay hükümetinin Uygurlarga karşı umumyüzlük tutqun qilish hareketi taza avji chiqqan vaqtlarda qo'lga olindi. Endi Türkiye'ye qaytib ketimiz deb o'ylashayotgan vaqtlarda bu kampning ishlari chiqib, singlim tutilib ketdi. Mevlüde o'quvchilik vaqtlardan tortibla chet ellarda yashayotgan ko'p sondagi Uyg'ur muhojirlarga o'xshash yilda bir qatim tuqqan yo'qlash uchun yurtiga berib keladi. Singlim Turkiyada o'qiyotgan vaqtlarida yilda bir qatim qaytadi. Undaq bir masalagim yo'liqib baxmagan. Ya'ni singlim her zaman berib, normal ta'til vaqtini o'tkazib, andan keyin qaytib keladi. G'uljidagi Xitay saqchi organlari Mevlüde'ni 2017 yılının ahırlarında tutup ketib, 2019 yılı 5. aylarda vaqtli qo'yib berdi. 2019 yılı 6. ayının 12'sida yana singlimni Turkiyada o'qidi, Turkiyada yashagan deb qayta tutib ketibdi. Shu tutib ketgan bo'yicha hozirgacha men singlim bilan hech qanday bir aloqam yo'q, hech qanday bir xabarni olmadim. Türkiye'de bütünlüğü çaresiz kalan Medine, singlisinin xabarini elish uchun her taraflama izlanishga başladı. Men singlimning tutulup ketgani xabarini olgandan keyin erkin dunyoda yashayotgan birisi bo'lish suhbatim bilan singlimning ovoz bo'lish uchun qo'limdan kelganini qilishga qaror berdim. Ham shundaqla bir Türkiye fuqarosi bo'lganligim uchun singlimning bu ahvolini oldi bilan Türkiye'ninki davlat organlariga ma'lum qildim. Mevlüde'mi aslida ko'p sonliq Uyg'urlarga o'xshash sababsiz holda tutqun qilinganlardan birisi edi. Singlim Mevlüde Turkiyada o'qiyotgan vaqtida siyosiy faoliyatlarga qatnashmagan, o'zi bilan o'zi maktabiga bordi. Maktabdan keyin maktabning o'rinlashtirgan yotog'i bor. Shu yotoqqa bordi. Shanba kuni mening uyimga keldi.
degandek ashta o'zining normal o'zi bilan o'zi yashayotgan bir qizdi. Madina xonim singlisi tutqun qilinganlik xabarini olgandan keyingi hissiyotini va tushunchalarini ifodalab, men singlimning tutib ketilgan xabarini anglagandan keyin haqiqatan ko'nglim bek yerim bo'ldi. Mening ko'nglim bunchalik yerim bo'ldi. Opamning nimalarni his qilganligini, qanchalik ko'nglining yerim bo'lganligini men tasavvur qilolmadim. Madina o'zi va singlisining Turkiya Cumhuriyeti fuqarosi bo'lganligi uchun avval Turkiya davlat organlariga iltimos qilib, Mavludaning erkinligi uchun yo'l minishga boshladi. Oldi bilan Turkiya hukumatining Bejindagi elchixonasi bilan aloqalashib, men singlim to'g'risida xabar ib berishni, ham shundaqla singlimni Turkiya vatandoshi bo'lganligi uchun ularning men xabar ilib berishda bekerek mas'uliyatining bog'lig'ini ularga dedim. Avval ular bilan ular orqali xabar ilishga tirishdim va ular Xitoy hukumati bilan yezishgan bo'ldi. Singlim to'g'riliq boshqa vaqtlarda meni bir ko'rishtirdiganga ma'qul dedi Xitoy hukumati. Mavludani tutib turayotgan G'uljidagi Xitoy hukumat organlarining Turkiya buyuk elchiligi orqali hadi singillarni bir-biri bilan ko'rishtirish va'dasimi amalga oshmadi. Elchilikdagilar bular bilan yezishib turdi, lekin boshqa bir meni xo'shalqidek bir xabarga erishaolmadik. Men bu faqat bularga qarab o'ttasam, buni saqlasam, bu ishdan bir xabar elishning oson bo'lmaydiganligini o'ylab, boshqacha yo'l tutishni o'ylashdim. Madina Xitoy hukumatining bu xil aldash harakatidan keyin xuddi boshqalarga o'xshash ochiq-oshkora holda ijtimoiy taratqularda singlisi haqida har xil tilda videolik guvohlik berishga boshladi. Shu vaqtlarda ham sotsial mediada menga o'xshash tuqqanlari tutilib ketgan insonlarningki guvohlik berib, video tortib, tor dunyosida qo'yayotganligini ko'rgandim. Shuning bilan men eng avval bu shaklda bir ovozimni anglatay deb singlimning kim ekanligini, nerede yashaydiganligini to'g'risida video tortib sotsial mediaga qo'ydim. Her qaysi ijtimoiy taratqularda videolik ve ovozlik hamda yolg'iz faoliyat elib berishning yaxshi unumi bo'lmayotganligini his qilgan Madina xuddi o'ziga o'xshash urug' tuqqanlari yig'ib olish o'rinlariga veya turmalarga solinib ketgan boshqa Uyg'ur muhojirlar bilan birlashib, texmi kuchliroq ovoz chiqarishni qaror qildi. O bizning guruhdagi bolalar hammamizning hamda birinchi darajalik yaqin tuqqanlarimiz, ba'zilarining ota-onasi, ba'zilarining qarindoshlari, ba'zilarining bolalari, ba'zisining ayoli shunday tutilib ketilgan va ulardan hech qanday xabar ololmayotgan bolalar. Hamda biz bu azobni o'zimiz yashab his qilayotgan insonlar bo'lganligimiz uchun buni faqat ichimizga patqizolmadik. 2020 yılı 12. ayının 18. günü ailesinin izdirgini kılavatkan bu bir türküm Uygur muhacirler Xitay hükümetinin İstanbul Başkonsolosluğu'na iltimas sunuş için yolga çıktı. Madina'mı bunlar bilen birleydi. Xitay konsolosluğu Uygur namayişçilerinin suallarına cevap veriş uyaqtı dursun, aksice şart koyup faaliyetini derhal to'xtatish kerakligi to'g'risida ogohlantirib tahdid soldi. 17 kun saqlash jarayonida 5 kundu shunda bo'lgan vaqtda Xitoy konsulluğu bir tal oq qog'ozga, ya'ni Xitoy konsulluğu vakillik qilgan ish qog'oz emas, normal A4 oq qog'ozga shundaq bir narsa yozib chiqadi. Unimi o'zining ishkining oldidagi kuzatchisidan chiqadi, ya'ni konsulxonaning bir maxsus xizmatchisi emas. Uningda sizlar Sharq Turkiston demaydigan bo'lsanglar, aningdan keyin o'zinglarning mishay kelib mushta navbat tutib qilgan bu xatoliginglarni to'nisanglar, aningdan keyin bir email adresi yozilibdi u yerda, e-posta adresi. Shu xatoliklaringlarni to'niganliginglarni ixro qilib, o'z oldinglarga hammanglar bir video tortib, shu videoni mushu email adresiga avatib bersanglar, aningdan keyin biz sizlarning tuqqanlaringlar haqida sizlarga uchur berishimiz mumkin degan bir xatni chiqardi. Xitoy konsolosluğunun bearam bo'lishidagi asosiy sabablari aslida mundaq edi. Albatta u bearam bo'ldi ya. Chunki u yerga bu jarayonda, bu 17 kun jarayonida nurg'un Turkiyadagi siyosiylar keldi bizning yanimizga.
yerlik teşkilatlar, xalq teşkilatları geldi, millet vekillerigacha kelib, bu ish nimishqa bunda bo'ldi? Bu odamlar nerede? Bularni tutayotgan bo'lsanglar, tutuluş sebebi nima? Bu insonlar nimishqa bu yerda so'qoqda tug'izib qo'ysizlar, nimishqa bularga javob bermaysizlar deb amaliyotda Turkiyadami intayin muhim bir o'ringa ko'tarildi bu masala. Madina bilan bir guruh bo'lib Xitoy konsolosligiga chiqqan Uyg'urlar yanada ovozini xeyli muhim yerlargacha yetkazish fursatiga erishgan edi. Xitoy hukumatining bizga zulm qilayotganligini bilsa-mu, lekin bizga o'xshash haqiqiy dalil isbot bilan chiqqan odamlar yo'qdi. Biz qo'limizda shu yo'qolib ketgan urug' tuqqanlarimizning rasmini ko'tarib turib, bir tirik, haqiqiy bir dalil isbot bilan o'ttirga chiqdik. Shunda bo'lganligi uchun Turkiyadagi bu nurg'un siyosilarning va tashkilotlarning diqqatini tortdi. Shundaqla muxbirlarning mu bek diqqatini tortib, Turkiyada bir yuqori bir baldaqqa chiqib ketganligi uchun Xitoy hukumati bir javob berish mas'uliyatida qoldi. Madina bilan billa Xitoy konsolosligi oldiga namoyishga chiqqan Uyg'urlar 17 kunlik harakatini vaqtliq to'xtatib, uylariga qaytishdi. Madina singlisi to'g'riliq, aniq va qanoatnarlik bir uchurga erishalmaganligini bayon qilib, mundaq dedi. Aniq bir xabar olamadim. Men singlimdan to'g'riliq olgan xabarda 10 yil kesilib ketganligini anladım. Xitoy hukumati biz singlim va singlim o'xshash tutilib ketgan 16 kishi haqida Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki inson haqlari komissiyoninki kayfi gözaltı deydiki, xohlagancha insonlarni tutib so'lab qo'ydigan, ya'ni surishti qildigan bir ishxonasi bor ekan. Biz shu yerga advokat bilan birga arz qilgan. Shu arz qilgan jarayonda ve bu arzdan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonu singlimning gunohsiz bo'lganligini Xitoy hukumatining darhol qo'yib berishi kerakligi haqida qaror chiqardi. Madina xonim onasi to'g'risida so'zlab ko'z yoshi qilgan holda onasining singlisi Mavluda tutqun qilingandan keyin vafot bo'lganligini aytib, o'lim sababini hozirgacha bilmaydiganligini bayon qildi. To'limi afsus, opam tugab ketdi. Mening singlim tutilib ketgandan keyin deganimdek qizi 1,5 yoshda. Qizi opamga qolgan bo'ldi. Opam shu nevrisiga qarab balkim ko'nglini azroq amin topqizib yashagandi shu vaqtlarda. Lekin bola deganning o'ti yomon. Meni ko'rmaydi, ovozimni anglab baxmaydi. Qachon ovozimni anglaydigini, qachon ko'rishadiganimizni bilmaymiz. Va opam oxirida 2020-yili 9-oyda tugab ketibdi. Endi uning oldilarida hamda opamning bek cho'ng bundaq bir kesili yo'qdi. Mushu singlimning tutilib ketganligidan keyin opamning salomatligi yaxshi bo'lmagan o'xshaydi. Bu menga shunchaki ig'ir keldi. Har qitim mushu opamning gap chiqqan vaqtida shunchalik bir xil o'zimni ayblayman. Çünkü opam og'rib qolgan vaqtida endi bo'lamadim. Dadam bugungacha qiz bola talaning odami o'qib bo'lsin, o bu deydigan bir xarakterlik odam emas. Qiz bola degan ana bo'ldi, cho'qim yaxshi o'qish kerak deb o'ylaydigan odam. Shunga singlim bilan meni o'qitdi, chet ellargacha o'qitdi. Mush oila uchun nurg'un tirishchiliklarni ko'rsatdi. Opamning tugab ketganini anlagandan keyin bir yoqdan dadam uchun shuncha ko'nglim yerim bo'ldi. Bir nevrilari bilan bir insondek yashaydigan vaqtida qizining qachon qaytib kelar, mush qiz qanday bo'lar, mush qiz shu yerdan hayot sog'-salomat chiqalarmi degan xiyollar bilan azoblar bilan yashayotdi. Komünist Xitoy sud mahkamaları veya saqchi organları Mavludaning tutqun qilinishiga sabab bo'lgan hech qanday bir jinoyat dalili ko'rsatilmagan edi. Men yangi xabar olgan vaqtimda shu Turkiyada o'qidi, Turkiyada yashadi deb tutib ketdi deb boshda deb anglagan. Xitoy hukumati o'zimi buningga bir narsa ko'rsatmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotini qo'yib berish kerak deb qaror chiqarib bo'ldi. Xitoy hukumati hozir hech qanday bir qonuniy asos
yo'q turib mening singlimni tutib turyotidi. 我们这个教育培训中心的人呢，会越来越少，而且呢，越来越少。如果有一天社会不需要的话，可以教育培训中心逐步就给消失了。 Madina Hanım, Komünist Xitay hükümet organlarının kasbiy ügüniş merkezleri deb isim qo'yib olgan yig'ilish o'rinlarining asta-asta amaldan qilayotganligi, keyincha butunlay yo'qolib ketadiganligi to'g'risidagi bayonoti bilan vatanga berib kelayotgan Uyg'urlar haqidagi voqealarga qarata inkas qaytirib mundaq dedi. Agar unda bo'lsa, hamma narsa normallashib ketgan bo'lsa, kamplar taqilib ketgan bo'lsa, mening singlim nada? Men nima ish qilsanglimdan xabar ololmayman. Agar hamma odam rohat berib kelayotgan bo'lsa, men nima ishga borolmayman. Hamma odam rohat xotirjam ko'rishayotgan bo'lsa, men nima ishga dadam bilan xotirjam ko'risholmayman. Agar rost bunda erkin ozodchilik bo'lib ketgan bo'lsa, Xitoy hukumati mening dadamga pasport bersin. Mening dadam Turkiyaga kelsin, nevaralarini ko'rsin. Dadam qiyirib qoldi, men Turkiyada baqay bir qizi bo'lish suhbatim bilan. Dadam meni shuncha yil beqib cho'ng qilib, o'qitib, mushincha qilib qo'ydi. Hurmatli ko'rurmanlar, Madina xonim bilan bo'lgan suhbatimiz oyoqlashib qoldi. Uyg'urlarning hozirgi vaziyatda siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy turmushlari haqiqatan asliga keldimi? Xitoy taratqullari, Xitoy tashviqot vositalariga qarag'animizda Uyg'urlar nihoyatda baxtli. Amaliyot uchun Madina xonimga o'xshash yaqin tuqqanlari haqida hozirgacha xabar ololmayotgan nurg'un Uyg'ur muhojirlar yanada mushu savolni so'rayotdi. Oila nada? Hurmatli ko'rurmanlar, bu qitimqi oila nada mavzuliq programmamiz mushu bilan oyoqlashdi. Keyingi programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh.